Mercedes haydaydigan akalar, sizlarga shu narsani doim ta'kidlab kelaman. Albatta, mashinalarning kalitini zaxirasi bilan olib yuringlar. Sababi bu kalit ichida sanog'i bo'ladi. Ma'lum bir vaqtda tugab qoladi. Qanaqa holatlarda? Motori переделка bo'lgan mashinalarda, yili eski mashinalarda yoki elektronikasida narusheniyasi bor mashinalarda kalit ichidagi sanog'i tez tugab qoladi. Bunaqa holatda zamokka kalit solgandan keyin hech narsa o'zgarmaydi, ochilmaydi. Oynalar tushib chiqmaydi, dvornik ishlamaydi, eshiklar qulflanmaydi. Bunaqa holatda faqatgina zaxira kalit sizlarni qutqarib qoladi. Bu zamokka bizga Asakani yo'lidan yechib jo'natishgan, oshxonaga to'xtagan, faqatgina bir dona kaliti bo'lgan. U ham oshxonadan chiqishi bilan yo'qolgan. Shu holatda 10 soatcha yo'lni chetida qolib ketgan mashina ochilmasdan xudo xolasa bizga jo'natdi. Mana ikkita kalit berdik, Mercedes o'zining kalitidan. Xudo xolasa ishladi. Sizlar ham shunaqa holatga tushmaslik uchun albatta zaxira kalit qildirib qo'yinglar. Qatta qildirsanglar ham albatta bitta kalit mashinalarda tursin. Yo'lni chetida qolib ketib, yo'lda sarson bo'lmaysizlar. Kuzatishda davom etinglar, sog' bo'lasizlar.